Müş doyunni qilaymi, qilmaymi deb ishkilanayotgan bo'lsangiz, doyunni chuqum qilib ko'rib beqing. Nimishqa desanglar, shu Namratlarning ideyasi bo'yicha bugun doyun qilsanglar, atla 10 ming yurak tushsa, chuqum doyun qilishinglar mumkin. Lekin endi men baylarning tafakkuri bo'yicha, savdo endisi bo'yicha chuqum bir mablag' solamiz, ma'lum vaqtdan keyin Andan keyin bu o'zimizning mablag'i foyda bilan bilinib keldi. Shu bu doyun başda. Men başda doyun qilgan vaqtlarimda, men oldiga kelib 3 yil bo'ldi, lekin eng yaxshi mang'izgan vaqtim shu 8-oydan keyin yaxshi mang'izvatman. Uningda birini o'ginib tashlab, ishlab tashlab, doyunni qilib tashlab degandek mushtaq qilgandim. Chunki kunlish yaxshimidi, yurak yaxshimidi, inkas yaxshi bo'lmagandan keyin men o'zimga bo'lgan ishonchim tuvalab ketib, bu doyuniga boshqalar qilsa bek yaxshi bo'ladigan, men qilolmaydigan tipda o'xshayman deb men doyunni tashib etdim. Shuni bilan shu 8-oydan keyin doyunni eng yaxshi ilib mangdim deb o'ylayman. Shuni bilan bu funsiyarim o'ylashga boshladi. Bu doyun degandan keyin siz bu filmni bek yaxshi ishlab etsangiz, Mush filmim bek yaxshi ko'rib ketdi degan film qat'iy mangmasligi mumkin. Unda qo'lingizda uchun ishlab qolgan film bek yaxshi menga qo'lib ketishi mumkin. Yana unda desam, doyun degan ishda ishlas bo'lgan o'xshaydi deb o'ylamang. Doyun degan bir o'zingizning bolasi qanday kuyinigandek, ashna holdan xabar olgandek, ashta qiysangiz bu yaxshi ko'riladigan narsa, yaxshi mangdigan narsa, lekin buningda birinchi degan izchillik bo'lish kerak. Men shu 8-oydan keyin o'zimga birinchi bo'lib qo'ygan nishonim nima desanglar, men doyunni eng az bo'lgan 3 oy qilma dedim. 90 kun qilma dedim. 90 kun qilma, lekin 90 kunning har kun bir tal zo'pi yo'llayamsam, 2 kun bir tal zo'pi yo'llayman. Lekin chuqum doyunga o'zim bo'lib chiqaman, o'zim elib mangman, buna boshqanikini ko'chamayman, ya ko'may qilib qolsa, qalayim qanday xushlik o'ynab chiqib, bunda doyun unda elib mangmayman deb o'zimga va'da qildim. 90 kunda men 30 kungacha o'zimning zo'piniga bir tal zo'pinimga 100 ta yurak tushmaydi deb men o'zimga ashta qilib nishon bekitib oldim. Tushmasa mayli, napa, yibagazam meyoge megwanshida dedim. Lekin Şunla tuyuqsizlam bir zo'pinimga 4000 nechta yurak kelib ketgandan keyin yana bir zo'pinim, etizlik ishlagan bir zo'pinimga 2000 nechta yurak biraqlik kelib ketdi. Bir oqshomni qo'psam 70 necha ming ko'lab ketdi. Shuni bilan mana degan, asl doyun degandan keyin chin niyati bilan o'ginima ishlayman, mushni elib mangma degan vaqtdan boshlab doyun bizga yordam qilganman. Pintaymo sinema qalbingni kalang tunaydi ekan deb men shunda xo'shib ketdim. Shundan keyin doyunni o'zimning xiyoli bilan yaxshi elib mangdim. Bu doyun degandan keyin hargizmi telefonni tiklab qo'yib elib mangdigan narsa emas. Bu chuqum o'zingiz yangilik yaratadigan, o'zingizningki ko'z qarashlarini ifodalaydigan narsa. Sizni hech kim yaxshi ko'rmasligi mumkin. Lekin shuna bo'lsa-mu chuqum izchillik davomlashtirsangiz, kun izchillikni elib mangsangiz pintaydimi, ama kunda topshiriq ishlaydigan o'quvchi ekan deb sizni shu sistemaga tavsiya qilib berdi. Bugun zo'pin ishlab, ayatda ishlamay, bugun 5-ni yo'lda yutib, bijepda demelib bunday ishlasangiz zo'pinangiz qat'iy mangmaydi. Bu doyunni yili seyvazirda yili yegan xo'go mogona yili dapenjin chiqarsangiz qat'iy mangmaydi. Bu doyun sizning chembergingiz emas, unlar chembergingiz emas. Bu doyun deganning bir sistemlashgan qoida qonunlari va narsa. Bugun onangizni aytib bolangizni ilib chiqsangiz qat'iy mangmaydi, men bilib oling. Anadagi faqat bo'lmasa siz doyunni 180 kun qilma deb telefoningizningki bevangli o'yliqqa yezib xatir qoldirgan yaba qo'y, shu yerga yezib qo'ying. Yaba bashi tiyin xo bugun fashion 什么事情我不会放弃做抖音做自媒体debchi. Men 180 kun ichida har qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar men doyun qilishdan voz kechmayman deb o'zingizga hech bo'lmasa mush 6 oylik mush planni bering. Andan keyin shu kalendaringizga shu 180 kundan keyin degan yerga shu o'zingiz ashna mana jil o'qib qo'ying. 180 kun to'shqandan keyin masalan hozir 12-oydan keyin 19-kun deylik. 6-oyning 19-kuni ash telefoningiz sayragan vaqtda echib qarab baqsangiz, o'zingiz qila oldingizmi, qilamadingizmi, ash o'zingizning yezib qo'ygan narsa isbot bo'la oladi. Musha sinab baqsangiz bo'ldi. Bu doyun degandan adam ba'zida 20 ta zo'p yo'llab bo'lgandan keyin ajab bo'ldilar qilmay, bir haftaga qilay deb degan vaqtingizda to'xtabdi. 20 kun bo'lgan, 20 kun ichida deysiz, 90 kun o'tdi, 60 kun o'tdi, shuni bilan o'zingizniki qilib
chiqib ketadiganligingizga o'zingizmi hayron qolasiz. Shuningga mush esda tuting. Meningki burunqi zopilarim qalab baqsam bo'ldi, yurak soni unchalar yaxshi emas, lekin bu 8-oydan keyin ishlagan zopilarimningki ko'rlishimi, yurak sonimi alaydi yaxshi. Qarab baqsam bo'ldi, ba'zi mazmunlarimning mazmuni shunchalik yaxshi, lekin yurak yaxshi emas. Ba'zilarininki modalim ishlab qolgan zopilarim yurak sonimi bek jiq. Ba'zi zopilarimningki ko'rlish bek yaxshi, yurak soni az, lekin o'joda o ximmanzu, lekin davomli ilib mangma degan gap. Shuningga mushu do'yin qilmoqchi bo'lganlar cho'qim, men izchillik bor deganlar cho'qim qilib beqinglar. 5 kun qilib kelarib yetadigan, 20 kun qilib men birin to'shqiramaydiganlar do'yin qilmay deb o'ylamanglar. Bekardan do'yin molini pul xajlab avar bo'lmanglar. Do'yinning unda bek qislar ojo anda qiz xo'luldigan, bunda qiz xo'luldigan deydigan alayda buning knopkalarim yo'q. Faqat o'zingiz chiqib ekranga yuzilinib, mushu suzuk yaxshi bo'lsa atraf, anandagi varangchiron bo'lmasa, mushu telefonning apparati ma ekran suzuk bo'lsa, mazmuningiz yaxshi bo'lsa, do'yiningiz bek yaxshi bo'lib ketadi. Bu do'yin qilgan vaqtingizda birinchidan sizningki mushu oiladagilar urug' tuqqanlar zangli ketadi. Jeb do'yin chiqib ma qiz ola deb. Lekin siz do'yin qilayotganingizda har kuni ma'rab turib ko'rdi bo'lar. Ma'rab turib ko'zimi cho'qim yaxshi qilishga ishonchingiz bo'lsin. Ular sizga yurak bermaydi, gul bermaydi, inkas yo'lmaydi, g'ayrat qiling deb bir tal xatni sizga ayadi. Haq yazdiki, erga sizga yozmaydi. Bizning boshqa qilgan vaqtimizda mening hatto urug' tuqqanlarim jan do'yin kuni chiqib oldingiz, pek do'yin chiqsa siz deydi. Bu do'yin chiqib telefon tiklab qo'yaplam do'yin qilganda oson ish emas. Bishkimni oldi berib ishga gap qilib beqinglar, og'zingga titotib qilib gapni qag'ilmaydi. Bu do'yin degan nima mushta o'zining bir alaylik bo'lsa qilaydigan narsa. Mening do'yin qilgan vaqtimda mush yazim anam birinchilab mening o'zimning onasi, tuqqan anam. Balam mushu do'styarlar urug' tuqqanlar Anagul bek shu qizingiz bek do'yinga chiqib ishlam qilib do'yin chiqadi-da, siz men ish qila saldiga o'xshayman, bir xil xijilib qoldim. Hamma dem qizingiz ishlam qilamda, bir demalga vaqt yo'qmi? Arama qilsangiz, uni bir uxlavasizmi deb o'sha deydi qoling. Haq edimdan mazaq qilgan deb o'sha deydi. Hujjat, dizda va son ya ol meni uyimni oldi kelib o'tiribamsan. Biz degan deyxan bo'lgandek shu uyda chamg'o aqlaymiz, kivestirimiz, etziriqlashni qilamiz. Qishvoz pakiz uyda o'tiramiz. Mayli ola qavavas men do'yinimni qilib yurma dedim. Lekin bir do'konlarga pishmag'il chirib, yatalat uzuk chiqib qilsam, mayli filmni siz yurak yurib qo'ygan. Jo, yiliq kepingizga men bek yarab ketgan. Siz yiliq 111 kilo kepasdagi na. Oye, siz aytgan yiliqqa komand bek o'xshab ekan. Oye, yiliq qozon sog'anliq qo'noqlaringiz shunday yegim kelganda. Mana bozorga chiqsam, siz yiliq bek kepes yurgan qizlar shu, bek kep qilsiz siz deb. Alqa sizni yat qo'llaydigan, urug' tuqqanlar qo'llamaydigan. Shuningga hech qisi yo'q. Meganshi, ran taman zonida zuyxoda yanzi ran taman zuyxo kanda jo'shingna. Herkes o'zingizningki boshqalarning kichikkin gaplari bilan o'zingizni qilmaydigan alqabdan jur'atsizligingizni ifodalab qo'ymang. Bu do'yinga odatga damlamu bek yaxshi qilib ketadi, lekin o'ziga ishonch adam eng yaxshi qila oladi. Birinchilab shu sizni atrofingizga do'styaralaringiz qat'iy qo'lmaydi. Uni hargizmi bir chip ketgan chechingizni qiliqlam tan qilib do'yin yaxshi elib mengayvering. Aytdim seriqarda bir nima sassangizimcha 9 kunlik narsani ayrimxonangizga chiqib, "Mush narsangiz yaxshimi, yaxshi emasmi?" deb so'raydiganlar bor. 9 kun qatib chomifi yevdidiki, hargiz sizning bir narsangiz elib, "Men shadan qilib qo'ydim, seni qo'llab qo'y" deydigan bir yig'iz gapni yozmay, ashuna pas gaplarni yozdi. Shunga g'ayrat qilib do'yinni bek yaxshi qilib beqishga tirishingchimi?